Rossiyskiy xonajin. Ko'chat quvalaman deganlarga Chorniy Pioster sotiladi. Videoda oxirigacha ko'rsalang. Video davomida narxlari, bo'ylari, manzillar haqida gapirib o'tib ketamiz. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Chorniy Pioster sut yo'nalishida kami 25 litr sut beradigan xonajinimiz. Hali kurak buzgan yo'q, sotiladi. Inshaalloh video davomida aytib o'tib ketamiz. Bo'ylari, narxi, hammasi haqida. Yeb ishlari afshi bomba. Ko'ringlar, ma'qul kelsa olasizlar. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mol qo'y ishqibozlari va 40-region aziz hurmatli kuzatuvchilari. Bugun biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Zohidon mahallasida bir bosh mana shu Chorniy Pioster xonajinimiz sotilyapti. Shuni qisqacha ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Narxlar haqida qiziqadiganlar telefon qilaverasizlar. Sut yo'nalishida agar qochirib nima deydi, zot olaman, boqaman deganlarga rosa tushadigan narxi ham arzon narxda. 50 million, 60 million emas. Hozir rosa to'g'riga ketdi. Agar qochirib qo'ysang hozir rosa bir yildan keyin kam 25 litr sut beraveradi. Hop, bugungi sanamiz 18 mart 2026 yil hafta kuniga. Hop, hafta kuniga chorshanba. Videoda oxirigacha ko'rishlarini tavsiya beramiz. Molimiz mana paya kepak bilan turibdi xolos. Yeyishlari o'ta yaxshi mana. Paya tashab qo'ygan, oxirlarini yevorgan. Chorniy Piosterimiz sotiladi. Oyoq boshlari yaxshi. Bitta tirnoq o'sha o'sib qolibdi, lekin tak yuvosh mol. Olib borib qo'yib yuboradigan bo'lsalaring ham qo'yib yuborib boqish kerak bo'lardi. Qo'yib yuborib boqadigan bo'lsalaring ham vahshiy ziyon tegmaydi. U tuyog'i qo'yib yuborib boqadigan bo'lsalaring tushib ham ketsa kerak menimcha. Meni fikrimcha. Lekin xonajin zo'r. Olib boqaman deganlarga o'ta yuvosh. Tulayapti mana. Bahor chiqib hamma mol o'sha tulayapti. Bo'ylari haqida tanishtiradigan bo'lsak, bo'ylari mana shu 1.30 ekan. Shu temirda ko'rib turgan bo'lsalaring 1.30 ekan, 1.30 dan ancha bo'ladi. 1.5 dan ham baland chiqaveradi. Xudo xolasa kelib o'lchab ekranga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Nomerlar ekranda bo'ladi. Telefon qilib, kelishib savdolashaverasizlar. Savdolashadigan joyi bor. Yo'q emas. Sigir qilaman deganlarga shuni tavsiya beraman. Chunki aytib o'tganimda eng kami 25 litr sut beradi. 25 litr sutdan nima deydi? Turishlarga qarang. 25 litr sutdan 7000 so'mdan hisoblab qo'yasizlar. 140 ming 170 ming bo'lar ekan. 20 litr sutimiz. 170 ming, 70 mingga yem yeb tursa ham bu. Bularda ozg'in kimdir kommentariyaga ozg'in deb yozishi mumkin. Chorniy Piosterlar sut yo'nalishida, go'sht yo'nalishida emasligi sababli ozg'inroq bo'ladi. Agar boqaman desalar ham sutini olaman deganlarga shuni tavsiya beramiz. Ko'ringlar. Shu O'zbekiston fermasidan olingan. Fermada yeb ichib sog'lom mol. Yeb ichishga bir hafta garantiyasi bor, dastavkasi yo'q lekin akalar. Xo'p, yana yeb ishlarni aytdik, bo'ylarni aytdik.
bitta sementalga urug'ga bitta qo'yib yuborasizlar. Ha, shishkalat bularni orqalarini ko'ringlar. Tepalari. Mana uchun. Ma. O. Ona uchun lekin atak yomon emas. Zo'r mana oldlarni ham ko'ringlar, oldlari ham mana yo'q emasda. Hali gallallarda oldi bo'lmaydi. Orqasi katta bo'ladi, shoxi yo'q bo'lar. Menda bitta galshteyn bor, o'shanga qo'yib yuborish kerak agar. Uni sotib yubordim endi. O'shanga qo'yib yuborish kerak edi. Xo'p. Narxiga keladigan bo'lsak, akalar, narxi o'sha nomerlarni ekranga qo'yib qo'yganmiz. Narxi 20 million so'm kami bor deyapti. Telefon qilishsin, qo'lda ushlashsa, inshaalloh kamaytirib beramiz deyapti. Yo'li bor, xullas. Akalar, rasa op sigir qilib oladigan joyi 20 million so'mga Novosop 1 yil boqib, misol men o'zim hisob kitobimda 40 millionga sotadigan bo'lsalar, agar buni hozir olib borib qochirib sotadigan bo'lsalaring, 9 oylikda yoki tug'dirib sotadigan bo'lsalaring, 9 oylikda, 8 oylikda sotadigan bo'lsalaring ham 50 million tepasida ketaveradi. Bu qaddan ko'ra ana shuni tavsiya beraman sizlarga. Atak yomon narsa emas. Tug'dirib sotsalaring ham kamida 25 litr sutga sotsalaring ham 60 million, hozir YouTube'larda ko'ryapman. Tug'ganlar 85 million diye. İnşallah telefon qilasizlar, kelishtirib beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qaddingiz va qadringiz hamisha baland bo'lsin.